Ha? Galishtin ha bu? Rossiyskiy mi? 47 so'dasi bu. Kilosi keldimi? Voy dishani. 8 kilo keldimi? Necha pul aytdingiz o'zi? Ertalab 50 million aytilgan ekan, 700 kilo chamalab, 8 kilo ekan, 47 million savdo bo'lyapti, berilgan yo'q. Andijondamiz Asakada. Voy, mana uni yelinni qarang. Voy, nima bo'lgan unga? Qancha sog'olmadi u? Voy, o'ng qarang yelinni. Voy janavar, assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Tilloz kanali nashriy obunachilar. YouTube chorva ishqibozlari, buqi ishqibozlari. Hurmatli aka-ukalar, hafta kuniga payshanba 2026-yil bugungi sanamiz 11-iyun. Andijon, Asaka, O'zbekiston chorva buqa bozoriga tashrif buyurganmiz. Akalar har turidan 47 million savdo bo'lyapti, berilgan yo'q. 8 kilo ketdi beslari. Xo'p. Qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Mana bu german shvedlarimiz ham bor. Sizmi aka egasi? Nech pul ayting bunga? 65 million. Bozori nech pulni ko'rdin? 70 mingdan taroziga berilmadi. 65 million baho aytilyapti oyog'iga. Akalar? Tushungan? Endi zotga lekin moshina ketarkan-a? Zotga fermer tog'alarni so'raganlar uchun akalar. Hali 2 yashar bo'lmabdi. Malades. Nomeringizni qo'yaymi, telefon nomeringizni? Aka nechi? 93lik 254 0353. Aloqaga chiqaverasizlar, mabodo barakasi bo'lmay qolsa akalar, zotga so'raganlar, fermer akalarimizga tushaveradi bemalol. Mana. Bo'ybasti ham normalniy. 145 chiqarsa kerak, 50 deb vahima qilmang. 145 chiqaradi bemalol. Mana buni 150 desa bo'laveradi. Mana. Ketdi. Ash qorasi shekilli adasiz. Nech pul? Taroziga. So'raydingizmi taroziga? Hali so'ragansiz. Akalar, taroziga 68 ming aytilib, hali savdo bo'lgan yo'q, so'ralgan yo'q. Ash qorasi. Lekin 68 aytilib taroziga. Xo'p. Ketdik. Bunimi sotildimi? Baba kim o? Nech pul qildingiz? 32,5. Narigisi-chi? O'zim bilmadim. Kattani 45,5. Mana uni 45,5. Taroziga so'ramaysiz? 45,5 oyog'iga savdo bo'libdi mana bu katta. Akalar. Mana. Hop. Bunimiz 32,5 taroz oyog'iga savdo bo'lyapti. Ko'ringizmi yo'q? Mana. Buqa bozorida diqqatli bo'linglar, hushyor bo'linglar. Mana bunaqa yomon buqalar ham kelgan. Oyog'ini chiqarib oladigan. Malades. Nima olgan nima bo'lgan? Yo'q. Mana shved qarang. Voy janavar ey. Sizlardan ham to'g'ri? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Ishlar yaxshi. Nech baho aytdingizmi? Nech baho aytdingiz? Qancha? 55 million baho aytdingiz. Savdo ko'rdimi? Yo'q. Ko'rmadi hala. Voy voy. Yana chiqarib qo'yibsan. 55 million baho aytilyapti akalar. Mana. Qarang. Voy bu sotildimi talg'ir? Voy men qarang. Talg'ir buqa qanaqa bo'ladi kelajakda degan ukkalarimizga. Mana shunaqa bo'ladi. Yovuz bo'ladi, yovuz.
Voy xushyor bo'lamiz. Tog'a 2 yashar bormi? Endi ko'rayor. Zotga aytaveradi, taroziga aytmaysizmi? Taroziga aytmaysiz. Nomeringizni qo'yib yuboring. Nechi? 94lik 388 99 77. Manzil? Asaka. Akalar 55 million baho aytilyapti. Hali kurashchi yo'q ekan. Bo'zay ekan hali. Zotga shvedda originalidan so'raganlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana xudo xolisi ish bitaveradi. Lekin o'ta gigant ekan. Shuni buraman hozir. Qarang. Lekin go'zal ekan. Havas qildim o'zim. Havas qilgan ukalarimiz o'zi xonadonda shunaqalardan bo'lsin. Mana. Eng oldi bizlar. Al qarang. To'rt bosh. To'rtlik. Al qarang. Orqaga hushyor qiling. Nechi puldan bularimiz? Qo'y suvi ichida 23 dan deyapman. 23 dan katta kichik farqi yo'q, ha? Yo'q, farqi yo'q. O'ynab kulib, buni 20 ni pirusida to'rovi ham akalar. Mana. Tuyolariga bir nazar tashlab qo'yasizmi, xohlasan. Mana ketdi orqalari ham, oldilari. To'rov bitta joyga bo'ladigan qilib. 20 ostami, ustidami? 5 o'va, 20 ni ustida. Ha, mana ham bor. 5 ta. Ha, 5 ta. Lekin terib qo'y. Al qarang, 5 o'va bitta ketiladigan joylar. 20 sal ustiga yursa sotiladi. Xohlasan. Dastlabki bor. Suv ichida bo'lsa 20 ni ustiga yursa beraman. Dastlabkasi bor. Sizni obunachilarga dastlabkasi ham bor. Buni qilib beraman, oddiy bo'ylab. Nomer? 91 kodi bilan 91lik 282 282 96 eshik quvada 96 oddiy bo'ylab dastavkalari bor, behijolar. yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Bir haftaga Sog'lig'iga, tani joniga yetkazib berishga bir hafta garantalari bor. Bundan kattalari ham bor, kichiklari ham bor. Aloqaga chiqaverasiz. murojaat qilish Qani ichida yurgan ukalarimiz bor. Men necha pul bo'pti xonachi? 13 million. Ketdi mana 13 million. Voy. Voy qalaysiz? Voy qarang. Gekirata bu qala. Qarasin tez qaraveradi. Hamda sementallarimiz ham chiqqan akalar. Voy dod. Bash ikkivomida hozir to'palanchilar. Necha puldan aytyapsiz bular? Bunisi 60 milyon, narisi 70 milyon. Unisi 70, bunisi 60. Tarozigacha 72 dan kam bo'ldi. savdo boshlandimi? Hali boshlangan. 72 dan taroziga kam bor. Hali savdo boshlangan. Oyog'iga 70, oyog'iga 60. Akalar, millionda. Ana. Al qarang. Bu tuxum turaverarmi bellarda? Shuket balan. Ha bu. Qimillaganda, tek turganda turaveradi. Hey Johnny sağ ol. Ana. Davam etyapmiz. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchimsiz? Asik. Ha, qo'y. Hali ertami deyman, ha? Savdolar boshlanishi. Bir buqa olib keling, bir video qilaylik. Savdo qildingizmi? Assalomu alaykum. Alaykum Charchamayapsizmi? Necha pul qildingiz? 39 million. Jupuni. Yo'q, bir tanesi. Ma'misini? Tarozi. Tarozi. Berilgan yo'q. Berilgan yo'q, 72 ming so'm degan. Voy malakasi. Boshlarni bugun ko'rishadi odamlar. Shuna kelsa, nech bo'lsa 80 ming deydi. Ana javob. Olish kerak. Odam mol baqish. 69. Aka nechi bo'ldi xonachi? Bu holda aylantirib yuribdi, masalan. O'ynatib. Haldan beri, ha? 69 dan savdo bo'lyapti, berilgan yo'q. 72 dan aytilyapti. Qaysi bir ekan? Bunisi yoki yo'q? Nech pul? 39 million. 39 dan. 78 million. Mana bu Tisha qo'shing.
Bu 1 milyon. Ana, ko'rdingizmi? Men keldim, bir qo'shildi. Boshqadan kelaymi yana? Ha? Qaysan bo'ladi? Boshqadan keling. Berasizmi? Akalar 79 millionga chiqdi rasman. Jupiga. 90 deyapti. 05 ta olinyapti kadrda, mana birda, sig'may qolmasin. 79 ga 90. 11 million razisi. 64dan. Tortishga 64 dan. Aytilishi 67. 67. 67 ga 64. Mana. Yaxshi? Ko'sta emas. Oyog'iga deysizmi, taroziga deysizmi, qo'ldan kelgancha. 80 ga chiqdi. 500 ming so'm o'tib beringlar. 80 ga. 80 ga 500 ming so'm o'tib beringlar. 79 million 500 ming savdo bo'laydi. Qancha pastda so'rayapman men. Mana. Yaxshi boqilibdi lekin. 80 million so'mga hisobingiz qanchada bo'lsa oldim. Harakat topaymi? Tusamisiz? Zo'r bir berdi. Ko'nglingiz chopadi, savdo qilmadi. Ko'nglingiz chopadi, 80 million so'm to'g'ri yo'q. 40dan. 85 chekam bo'ldi. Tusamisiz? Harakat topaymi? Naqding. Ko'p bo'lasiz, rivojdan bering. Biz rivojdan Bering, bo'pti ko'p foyda qilayotgan bo'lsa bering. 80 million so'm. Mehnatga yarasha pul bo'ldi. Obar ekan. 5 pul. 80. Menga Jupi. 5 pulga berasizmi? Buni o'tkazib qo'ymayman. Siz avvali sizga vaqt 80 million so'm. Qaranglar. Lekin udar boqilib. Boqib ham zo'r bo'libdi. Qarov ham zo'r bo'libdi. Sotish ham zo'r bo'lyapti. 80 million jupiga savdo bo'lib berilgan yo'q. 90 million aytilyapti. Banta adashmasam bular sotildi yo'q. Bular sotildimi akalar? Taroziga 60. Ha, oyoq 67,5 jupi. Tortamizmi, tortamiz? Ha, so'daqsiz bermaydi. 67,5 million jupi savdo bo'lib berilmaydi. Aytilishichi? Aytilishi necha pul aytdingiz? 72 jupiga 67,5 savdo bo'lgan joylar. Mana hurmatli akalar. Taroziga gaplashmadingmi? Taroziga gaplashmadik. Biri talg'ir, biri shved. Qirg'iziston shvedlar. Qarang. Talg'ir ham zo'r o'zgarar ekan, lekin bor katta buqa bo'lsin. Moshni o'zgarar. Qarang. Ish bitmadimi bu? Bitmaydimi hali beri? Ketavering, bir aylanib keling. Men Ahmadullohga keldim. Mana. Dodam assalomu alaykum. Bo'lsa. Kelagamga salom. Mana. Cheragam kuzatyapti-ki. Vladivostoyda. Ana. Hech bo'lsa keragam. Cherag kelaveradi. Siz kelguncha Xudo xolasa buqanaxlari 90 million, 90 ming, 100 ming bo'lib ketmasa bo'ldi-da, taroziga. Yo'q, dolasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ketdik, tarozidan ozmoz ko'rsatib beraylik. Taroziga keldik, Xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa, barakalarni ko'rsatamiz. Xo'p deganda. Bunimiz sotilibdimi? Tarozidagi 5 puldan bo'ldi? 65 dan. 570 kilo ketdi, 65 mingdan. Akalar, 570 keldi? Ha, 580 ketdi. Kechiringlar meni, do'stlar. 584 kilo. Semichga qalay ekan, dola? Semichga. Semichga zo'rmi ekan? Yo'q. Assalomu alaykum. Qarang, ketdi mana yana, Xudo xolasa.
Boqmachamiz. Bunimiz baraka bo'lmadi shekilli hali beri. Sot oldingmi buni? Ha, bu prosta. Uni sotildi, unisi. Ha, haqiqatni aytsangiz-chi. Necha yil bo'ldi? Manam bilsam maylimi tarozini? Necha kilo keldi? Ha? 411. Bo'ldimi? 411 ketdi. Hali baraka bo'lmadi. Hech pul aytyapsiz. Buni 411 kilo oladi. 28 chikan bor. Narxini bilib qo'yganimiz yaxshi, bor, to'g'ri? Aka hech puldan bo'pti bu? 67 dan xudo xolasa. Mana. Assalomu alaykum. Qalis, charchamayapsiz? Yo'q aka, necha kilo keladi? 67 mingdan taroziga baraka. Xudo xolasa 600 plus kelaversa kerak, ha? Malades. Kallasi kirib qoldi. Qanday kirdi? Voy. $575 kilo. 67 mingdan. Bunisi ham sheriymi? Bu nech puldan bu? Bu ham 67 dan. Voy maladi. Ha, narigi. Buni bilmaymiz, ha? Masha 487 kilo. Qani? Do'stim necha kilo chiqdi mana shu? 510. Sotildimi yo? Endi baraka o'lyapti. Necha pul aytding, sir bo'lmasa? 33. Alloh rozi bo'lsin. 33 million aytdi. Xonajin sotilibdimi? Necha pul bo'ldi aka? 17 million 200. Voy malades. Necha kilo keladi? 300 kilo kelaveradi. Xonajindan uncha bilinmadi. Qancha? 286 kilo. Alloh rozi bo'lsin. 17 million 200 dedilarmi shundan adashmasam. Xullas 17si bor. Hammayga 10 ming so'radi. Mana. Ketdi yana bitta buqa. Aka sotdingmi, oldingmi? Ha, endi. $455 kilo. 455 kilo. Necha pul qildi sir bo'lmasa? 70 ming so'mdan taroziga. Ana. Shundan bo'pti. Bu sheriga haqi. 67 lik, ha? 67 dan buni ham. Chekini berib olinglar. Bunisi ham 67 mingdan taroziga. 476, 476. Bu qayerga ketadi bu? Asaka. Bu ham sheriymi? Hol, yo'q, boshqa. Bu отдельный chekini, ha? Qo'lqinaga chekini bering. Ha. 30 dan bo'p chekan. 50 mingda aka. 60 ming. Bunimiz hali savdo bo'lmam chekili. Ana bu qadasi. Ketdik, barakalarni ko'rsatamiz.